Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlarimiz. Shaharimizda Boltako'lga yetkazib beryapmiz. 40 mingdan qilib teshikli g'ishtdan kimga mana shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Teshikli bo'lgani bilan o'ta baquvvat, sanag'i umuman bo'lmaydi. Buni tajribadan o'tkazib ko'rib, sinab ko'rib turib, sanag'i chiqmaganligi uchun umuman shuni hisobidan keyin teshikli g'isht chiqaryapmiz. 22 pechatda xohlasa sanaqlari ham chiqmaydi. Bunga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Boltako'l atrofidagilar bemalol kelib ko'rishlari ham mumkin. Deyarli umuman sanag'ini topolmaysizlar shu holatda. 1% ham chiqmaydi. Ovozini eshitib turibsizlar, o'ta chiroyli holatda deb urilishiga zo'r, klientlar talabiga qarab teshikli g'ishtdan olib kelib beryapmiz. Mana teshik g'isht bo'lgani bilan u sanag'i o'sha teshigi yo'qdan ham 1% chiqishi mumkin, bundan ham 1% chiqishi mumkin xolos. 1% dan oshig'i chiqmaydi xudo xolasa.